Siz bilan biz har kuni o'qiydigan Fotiha surasining mashhur nomlaridan biri bu Sab'ul masoni deyiladi. Ya'ni 7 takrorlanuvchi. Chunki bu sura har bir musulmon odamning dilida va namozlarning har bir rakatida bor bo'lgan sura hisoblanadi. Yana Fotiha surasining ilohiy sirlaridan biri bu namozxon odam har kuni 5 vaqt namozida 32 marotaba mana shu surani o'qiydi. Endi tasavvur qiling. Bir odam 70 yoki 80 yoshga kirsa, mana shu surani necha ming marotaba o'qigan bo'ladi. Biz faqat 5 vaqt namozdagi adadni aytdik. Endi undan tashqari nafl namozini o'qiydigan odamlar bor. Go'yoki siz takrorlayotgan so'zlarning ichida mana shu suradan suyukliroq biron bir so'z yo'qdek. Chunki har bir so'z takrorlanaversa eskirib qoladi va zerikish paydo bo'ladi. Lekin Allohning kalomi bo'lgan Fotiha surasini har qancha o'qisangiz ham nafaqat zerikish, balki rohat olasiz.